Bugun sizlarga O'zbekistonda bor yo'g'i 3 ta dona bo'lgan Nissan N7 ni obzorini qilib beramiz. Yilda dizaynini o'ylab topishgan ekan. 2025-yilda ishlab chiqarishga Dongfeng bilan Nissan o'zimizning Toyota Samuraylar bilan Chingizxonla kollaboratsiya qilishibdi. Okay. Bunaqa avtomobildan hozirgi kunda shaharda 3 ta yurtdi deyishyapti. 2027-yilda sotuvga chiqdi. Kreslo o'zi menga moslanyapti va sirazi massaj qilishga o'tib ketyapti. Rullari ham takoy udobniy ekan. Yana bu mashina biznes klassga ham o'tar ekan. Eng zo'ri bu mashinamizni 600 kilometrgacha va 500 kilometrligi bor ekan. Akustikalari ham kuchlilari o'rnatilgan ekan. Nastroykalari polniy rus tilida. Umuman qiynalib qolmaysizlar va xolodilnigimizni -6 gacha ishlaydi. Muzqaymoqqa kenayimga bemalol olib kelib berasiz, aka. Podsvetkalari ham doda ekan, 64 xil yonar ekan. Boshingizga og'rib qolmaydi. Har xil rangidan qilib yuraverasizlar. O'yinlarni qaranglar. Вообще kabrioletovskiy hayoti aka. N7 bu yiposhkalarni mashinasida jiya. Polniy panoramniy o'yni ekan. Yana bor-ku, shepovskiy mashina aka. Xo'jayinlarga ham zo'r bo'lar ekan, mazza qilib orqada o'tirib ketaverasiz. Gap yo'q bor-ku. Biznes klass Yandexga ham to'g'ri keladi menimcha aka. Eng qizig'i klassический, оздоровительный, медовый, скрабовый, fransuzskiy, italyanskiy, sultanskiy masajlarni ham rost ekansizlar o'rnatilgan ekan. Shopir bilan shopir yon atrofi mazza qiladi, sizinalariga mashina mazza qilib. Yana eng qizig'i bu avtomobilimiz Tesla Model 3 bilan BYD Hangga konkurent ekan. Diskalari 19 talik va maksimal tezligimizni 160 bo'layotgan ekan do'stlar. Avtomobilimizning uzunligi sal kam 5 metr ekan. Gideti shu Maxima bilan baravar ekan-da. Eng qizig'i avtomobilimizning sun'iy intellekti bor. Avtomobilimizni bemalol o'zi avtostop qila oladi va orqaga ham yura oladi va polasani ham smelo ushlaydi va o'zining Face ID'si bor. iPhone'ga o'xshatdi, xo'ja aka. Bolalar zerikmaydi, takoy tug'ilgan kunlarigacha bor ekan. Bitta happy birthday to you'dan bo'lsin jigar. 2 1 ketdi. Mana tug'ilgan kunga salyutlar ham ostashyapti deb xo'jaga. Nissan N7 hurmatli obunachilar, hozir o'zimizning bozorda 28 mingdan aylanayotgan ekan. Bizda eng birinchi qo'l naqd. Men Bilol nomidan keldim. Sizlarga avtomobilniki zaryadka, polik, keyin 1 yillik tonirovkaga ruxsatnoma bonus bo'lar ekan. Artushi gap yo'q, jonim. Mana shu bonusni umuman to'xtamasin.